organizmda kollagen degan modda bor. Modda deb gapiramiz endi uni. Jumladan terimizda ayollarimiz buni juda yaxshi bilishsa kerak. Kollagen qo'shilgan kremlarni 35+ ishlating deb juda ko'p reklamalar qilishadi. Kremlar juda ko'p mashhur kompaniyalarimiz hammasi kollagen bilan krem sotishadi. Sababi u teridagi ajinlarni yo'qotadi. Taranglashtiradi va hokazo va hokazoda. Aynan o'sha kollagen u qayerdandir olinmagan, u bizning organizmimizda bor, tabiiy bor. Shuning uchun biz shuni tushunishimiz kerakki, tug'ruqdan keyin qanchalik kengaysa, shunchalik yana joyiga qaytadi. Razmerga hech qanaqa ta'sir qilmaydi tug'ruq. Ta'sir qilmaydi. U ayollarning qo'rquvi aslida. Ayniqsa yosh kelinchaklar. Ularda shunaqa qo'rquv borki, voy endi nima bo'ladi, endi qanday qilaman? Yo'q, bu qo'rqinchli narsa emas. Teri shunaqa xususiyatga ega. Asta-sekin teri yana o'zini holatiga qaytadi. Bugun tug'dingiz, 5 minutdan keyin joyiga qaytib qolmas, 1 kunda joyiga qaytib qolmas. Asta-sekin teri baribir o'zining holatiga qaytadi. Bundan hech ham xavotir olish kerak emas.